ikkinchi darsdan yozma ravishida ham ozgina o'tamiz. Sizlarga kichik yangiliklar bor. Shunaqa yangiliklardan doskana orqali ham o'tamiz. Ya'ni doskanada ham ko'p sartaroshlar o'tishni bilmaydi. Unaqa o'tadigan doskanadagi darsliklarni ham o'tib beramiz qo'ldan kelgancha. Va yana buyog'i har bir o'quvchilarimizda bo'lsa yozib olish uchun ham ovozimizni boricha tushuntirib beramiz va mp3da yaxshi narushnikda eshitadigan bo'lsak, agarda bizani mavzularimizga tushunmaydigan o'quvchi yoki shaxs fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, yaxshi narushnikda eshitadigan bo'lsa, albatta ovozimiz sal pastroq. Shuning uchun lekin hamma mavzuni tushunamiz va bilamiz va shu eshitganimizdagi gruppalarimiz boshqa buyog'i endi namoz qurg'onlik ishlarimiz bo'lgani uchun sog'lig'imizni boshqada. Shuning uchun shaxs fuqarolarimizni o'quvchilarimizdan o'z huzurimizdan so'rab qolamiz. Agarda ozgina mavzularimizga tushunmay qolishsa, unda narushniklar yordamida albatta qiziq bo'lib yonidagi do'stlardan yoki boshqa do'stlarni qo'shib ham narushniklar orqali o'rgansanglar ham bo'ladi. Sizlarga shunaqa qulay, udobli o'rgatib va hamda ota-onalar oldida voyaga yetganingizda ham bemalol oila qura oladigan darajada olib chiqaringlar deb 100% va'da beramiz va bu ishonchni ota-onalar oldida yoqtirmaydigan klientlarga qaramasdan balkimda unaqa klientni ko'payganda kankul turamiz va yana kamayganda darsni davom ettiramiz. Albatta hamma o'quvchilarimizda 48 varaqli daftar bilan 96 varaqli daftar bo'lsa albatta yaxshi bo'ladi va boshlaganimiz 48 varaqli daftari birinchi betiga nima yozamiz? O'zimizni kundalik hayotimizdagi daftarimizdan yozib qo'yamiz. Ya'ni birinchi kundalikda qanaqa yashab o'tdik, ikkinchi kundalikda qanaqa yashamoqmiz va uchinchi kundalikda qanaqa yashamoqmiz. Ya'ni uchta zamonga bo'lingani uchun shaxs fuqarolar o'sha zamondagi hammasini o'z o'rniga qo'yib berishimiz uchun biz o'qituvchilar sizlarni oldin kundalik hayotinglarni o'rganib turib, keyin olib o'tadigan bo'lsak, masalan internetdan ham o'rgatib boshqa qilib o'sha keyinchalik balki bizdan keyin o'zimizga o'sha internetda yoki o'zini tanitib ishlaydigan o'quvchilarimizni ishimizdan xorlab chiqib qolishligi mumkin. Shuni hisobga olgan holda 48 varaqli daftar bilan 96 varaqli daftarga o'tadigan paytimizda 48 varaqli daftar birinchi betiga albatta o'zimizdan ismi, familiyamiz, ota-onamiz kim bo'lgan va qayerda tug'ilganmiz va shaharmi yoki shahar emasmi yozib qo'ysak albatta yaxshi bo'ladi va yana bitta narsani eslatib o'tmoqchimiz. Birinchi betiga o'zimiz yoqtirgan xarakterdagi insonlarni yozib qo'ysak albatta yaxshi bo'ladi hamda tushunarli bo'ladi. Yoqtirgan insonlar xarakteri qanaqa? Ota-onamizdan, oila a'zolarimizdan kimlarni yoqtiramiz va ularni qanaqa foydasi teggan va nega ulardan mamnun hayotda yashaymiz. Mana shunaqa ma'nolarda yozib qo'ysak albatta 48 varaqlikda bo'lgan kundalik daftarimiz a'lo baholarga to'lib undan keyin har qanaqa institut, universitetda ham imtihon, o'zbekchasiga imtihon topshiradigan bo'lsak albatta 4-5 baho yoki 5-10 balli olib chiqib va yana o'sha o'zimiz o'ylagan ish faoliyatlarimizga boramiz. Hali ko'pchilik ko'rmagan qanaqa ish faoliyatlar bor. Biza ko'zimiz bilmay tushib qolgan ish faoliyatlarini nazarda tutmayapmiz. O'zi boshqacha ish faoliyatlari ham bor. Hali biza o'ylamagan ko'p orzu havaslar bor. Shuning uchun birinchi kundalikda tugatayotganimizda 48 varaqlikda sizlarga o'zimiz hisobimizni va'da beramiz. Qanaqa sartaroshxonalar bor ko'rib tomosha qilib faqat shu narsani va'da beramiz. Orqamizdan o'yin qilmasdan agar fidoyi bo'ladigan bo'lsangiz daftarimiz